Bugun yana gap ekan. Og'aynilar nima o'qiganlar. Hamidullo, Mustafa, Anvarjon bugun gap ekan. Sobir aka, u To'lqin aka hozir. Mo'min aka, Obid aka, o chekadi. Mahmud aka, Azimjon, Mahmud aka mana. Ben 17 dolar Muhammadjon qori deganlar mashhur bo'ladi. Shisha unaqa narsalarga vobshe yaqin yurmaydigan odam nashodon bo'ladi. Hani bazada nasıl Eng nimasi? aşağıda O'zim. Komisyonlar içkari adamlar var. Aleyda vurup gelip tarsiyaz var. O narrada bir aşağı yukarı hadiyat diye kitap hopun kendi aşında bunu yaptığınız yüzüne geldi. Bugungi kun ham bunaqa nima ekan? Gap navbati Anvarjon degan. Yo'q, aytavering siz. Hech nimasi yo'q. Ana shunday qilib mana. Qayerda sötüler bo'lsa sötvermeye to'g'ri. Chiroyli qilib. Ha, endi peshana dedim, qarasam bo'lmadi. Shashilgan zarzashi qoladi. Ne? Shashilgan zarzashi. Hamidullo mana. Sötib Ovora bo'lyapti. İkide, ikimiz. Malakoni nima? Men bog'ladim maqsadga. Sutdan quymaysizmi? Bu piladan olib beraymi? Ikkilarini turib. Mustafa, piladan berib qo'y, sut quysin. Sen bo'ldi chiqing dedi. Sherigim chiqmayapti. Sog'ib kelingan yana ikkita ber. Ikkishini olib keldi. Undagi raza telefon qo'ydi. 9:30da boshlaganmiz. Telefoningiz ashancha telefon olib ketdi. 3 marta yo 4 marta taqildi. Mana 2 marta taqildi. Bezuvlo qo'yan yo mashinada ololmay qo'ygan. Ya menga zuvonotdan bo'lsa, omma qo'ygan. Şimdi bunu soğukta oluyor. Ona somsani berib qo'ydinglarmi, Haqiqat? O boya keliblar nima qilgan Anvarjon olib qo'ygan. Nima deb? Ha, bering, ma'nat ekan. Yo'q. Somsani hisoblab turib 2 xildan qilib ikkitadan oldik, hisobdan adashib qolibdi-da biz. Yaxshi bo'lib qolay, keyin. Mahmud aka? Sizdan chiqib bosh qo'y deyman deb tursam, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta, 11 ta, 12 ta, 13 ta, o'zim bilan 14 ta. Zo'r yig'ilibdi, to'liq yig'ilibdi. Anvarjon, to'liq yig'ilibdi. 14 ta bo'libmiz men bilan. kimdir Yo'q, hamma bor. Mustafa hammasi bor. 14 ta bo'libmiz. To'liq yig'ilibdi bugun. Yo'q. Hamma keldi. 14 ta ekanmiz-da to'liq bo'lganda. Jamol aka yo'q, ha? Jamol akam bilan 15 ta ekanmiz, ha? Hozir 14 ta yig'ilibmiz bu yerda. Gap bilan bo'ldingiz. Qalaysiz? Yerinde gapdan Dilyorlar qalay, nima bo'lyapti? hamda salomat, hamma. O'g'illar. Olinglar, qani tinchlik omonlik bo'lsin. Ha. Endi javonlarga kelib yaxshi esga solishib telefon qilib hozir hammalarni salomat qo'yasizlar, baqirib, xursand bo'lib qoladi shu yigitlar. Oldimi? Mana shu Qo'rg'ontepadagi bog'da mana shunaqangi xonalari bor ekan. Loyiha qilib o'tirib. 19 ta xona. Hozir hammasi band ekan. Hamma xona band. Bir bo'sh xona yo'q ekan. Bunday qilib tayyorlaydi ekan. Hamma yo'q. Tayyor qilib olib borib beradi ekan. Tomonda mana. Nima go'shtlar, shashlikkami bu? Shashlikka. Bunday nimalar? Odamlar mana. Gapga kelayotgan odamlar ana shuncha mana.
Ko'prik, bog'ni ichi. Orol degan joy ekan. Tovus. Tovus zo'r ekanda. Tovus zo'r ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Og'aynilar. Jo'ra jo'rtaklar gap yeydigan joy. Mana. Orol degan choyxona. Novvoyxona ishlaydi yonida. Issiq nonlar mana. Choyxonada nima qilishadi? Zakaz qilishadi. Issiq nonlarni olib kelib, mana shu yerda mazza qilib o'tirib. Daryo balig'i. Baliqlarning turlari bor ekan. Sazan baliqlari. Kilolarigacha hammasini nimalarini yozib qo'yibdi. O'tirib, zakaz qilsangiz qovurib olib kelib beradi. Ana shunday qilib bugungi kuni 5-fevral 2026-yil Qo'rg'ontepa Orol choyxonasida Xonobodlik Anvarjon degan jo'ramiz gap beryapti. Ana shunday qilib o'tiribmiz. Hozir mana yana tovus rosa chiroyli narsa bo'lar ekan bu. Bunday yurganda. Mana shunaqangi joylar ekan. Ayollar, erkaklar gap berib qilishadi ekan. O'tirib maza qilib, damda olib. Bu Malako'yu ha? Для пацанов deb qo'yibdi. Ha? 40 ta 0 qilib qo'yibdi-yu, 40 tepasiga. Молочный сыр. U yoqqa chiqmadi. Ha. Nima jirnisdimi? Ha. 40% jirnisdi bor ekan. Yog'liligi. Hamidullo. Reklama qildi buni bir ijmaydi. So'miki yaxshi bo'ldi. Yaxshimi ekan? Yaxshi. Rasaylar chiroyli o'tadi deydi. Oldin men ham nima qilganman? Rasa mashinadan 3-4 martadan qildik. Ramazonlarda bizda yo'q. Malaka. Ha? To'ki mayda bor ekanda. Siz ko'rsatdingiz mayda. Yo, Jalaquduqda ham bor. Jag'ida bormi? Ha. Topolmadi-da, shuni olib Hozir monolar mayerda 50 ming ekan, nimada ona lola bori men gap bergan yer. Ashirda 70 ming ekan mana. 50 Rasa. ming. Pensiyalar saqib so'rasanglar ham bo'ladi. Pensiyalar chiqsa, olib ketib sotsanglar, mahallagami? Bo'laradi. Bo'laradi, hech nimasi yo'q. Jalaquduqda 37 dan. Qaysi? Yo'q. 45 ming o'zi. 07 va bu 07. 07 bu. 45 ming. O'zi aslimi? Ay 05'i 40 ekan. 05. Ha. 05 40 ekan. Ha, 05, 07 kilo deydiganlari bor-da, ha? Bu kilosiga bilmadimmi? Kilosi 70 olsa kerak. 07 men shu Kilosi. o'shanisi ko'rdimda 0 yo'q deb o'tgan dedi. Ha. Kilosi 70 olsa kerak buni. O'z bilan qo'ysak oladi. Allohga shukr. Anaqa tovonni to'g'ri kelmaydi, buni qilish. Kecha Aram magazin bor anaqa ular bor edi. 140 mingga berdi. Oq oltin degan litr o'tgan bizga. Ha, Tozasi deydi. Hı. 140 mingga ham ish deydi. 1 kilolik. Ha, 1 Ha, kilo. qayerda? Qo'shtepada bittasi ular berdi. Duo qilib o'tir deydi. Do'stim ekan. Kemal do'stim bor. Ha. O'sha bitta jiyani sovrin qilib, hamma yo'lda qilib ular berdi. Ha, olib kelmabsiz-da o'sha odamni. Hozir gapirishib o'tiradigan odam ekan. Kesikamiz degan ko'rishib oxir 39 ming so'm. Otlarda. Qamatda birlar. Bizda 29 ekanmi? Hali osh qizartiradi. 29 ming bizda 33 ming yo'q. Choy olib kelaymi? Choy tugadimi? Nima ashini ashtamatdi. Men araga sotaman. Bittadan sotsam, men bittasiga oladigan bo'lsa 30 ming so'm. Yana bitta Qo'shib qilyapman aka deb va'dachilar qo'shib oladigan bo'lsa 27 ming 28 Mana. ming so'mga beraman. 29 30. Termismi? Choy aytaylikmi? Ha, bo'ldi hozir. Siz başta tanish bilish kelsa 27 28 ga beraverman. Bo'lmasa
Pamir pamir. Bu pamir. Mana Pamirdan olchi? yeb. Meni ko'chib. Mana ko'kmi? Ko'k. O o'rtaga qo'yib qo'yinglar Mustafa uni o'rtaga. Ha? Ha? Bu yoqqa bo'lsa bu yoqqa tushmasa. 28 30. Yarım bir yaxshi ibrad degan. Ko'zini qopqog'ini. O choyni ham zo'rini anaqa qilibdi ha 95 ekan ha. Bariga yerigu bunda yapaloq. Zo'r chiqibdi. Bermang Mustafa. Kel. Orzu Muhammadga jo'natamiz nima? Ha, olyapman. Ashuni araq qo'ygin, esiga solib qo'ygin. Ha. Bezilib ketyapti, yuraveradi, kelolmasdi. Bu yotibdim bechora. Sog' salomat yuribdi hozir. Yotib bo'ldi. Hozir tugasangdan keladi.